Assalomu alaykum go'zallarim, chiroylilarim, yaxshimisizlar? Mana kecha analizlarni topshirib boshladik, zerdaga o'tirdik. Ertalabda 5 ta turarkansizlar, kech payt 9 da uxlarkansizlar, jo'nkalar turib 2 bokal suv ichdim 5 ta. Bilan ko'chalar tozalagani chiqdim, shamollamja ezib boryapti, tozalayapmiz, bog'dan shamol bo'lyapti. 2 bokal suvni ichib, qizlar ko'chalar shipirib, chiroyli qilib tozaladim. O'zi ham ko'chada mendan boshqa hech kimsa yo'q ekan. O'zim maqtab qo'yay. Kelinlarim, qishloqda kelinlar ham mendaqa tura olmaydi 5 ta. Hazil qizlar, ko'chalarni tozaladim, chiroyli qilib, shipirib, suvlarni sachib. Nima qilib qo'ydim-da, balki ko'chani tozalaganimiz yaxshi-da. Odam birinchi bo'lib uyini emas, ko'chani tozalash kerak. Ko'chani hamma ko'radi, qaraydi. Menda shu fikrim shunaqa. Ko'cha tozalayman. Onam shunaqa deb o'rgatgan. Birinchi o'rinda ko'chang toza bo'lsin deydi. Hamma ko'chani ko'radi, uyini ichini ko'rmaydi deb jo'raydi bir xil mahal tozalagim kelmasa. Ana gilos bilan olmani tagiga qanday kiraman ekan deb sig'madim. Baribir yo'lini qilib tozaladim qizlar. Zavtriklarni qilib oldim. Qizlar zavtrakka 2 ta tuxum, bodring, brinza, bir tili sir yedim. Shu bilan ishga yo'l oldim. Ishga ham ishlab kelib oldim, jo'nkalarim. Shanba bugun korotkeden kelib, borka time qildik qizim bilan. Jasminxon bilan rosa uy yig'ishtirdik. Uyimizni suvariy bosib ketibdi qizlar. Suvaridan ham to'ydim. Biriga dori qildim, xlorlab bir sira uylarni yuvdim. Hamma joyga dori sachib chiqdim gilomlarni tagiga. Qizim u yoqqa saching, bu yoqqa saching deb. Mashinam akkumulyatorım o'tirib bo'pti qizlar. Mashinamni o'chirmasdan kirib ketgan ekanman uyga oxirigacha. Yaxshi qo'shnim ishga ketmagan ekan. Yurg'izib berdi. Bugun bizda bozorga chiqdim. Allohimga shukr. Allohim ne'matini qaranglar. Shunaqa chiroyli joylarda yashaymiz. Haqiqatdan O'zbekistonga yetari yo'q bo'lsa kerak deyman. Hamma narsamiz bor qizlar, hamma narsa. O'ylanglar, hamma qimmat bo'lsa ham bor, Allohga shukr. Mevalar, islarmi, hamma narsa bor. Mazza zato, kamsiz emas. Nima qilib ishga ketib, kelib, uylarni tozalab, burqa qilib, bir sira pilesosga yetisha olmadim. Qachon 15 mingta bo'laman. Qachon ukam pilesos beradi qizlar. Bechora qizni ham jigari ezilib ketdi. Nima qilaverib, shotkalavur. Aya qachon pilesos olamiz deb bechora pilesos olamiz xudo xolasa dedim. Keyin Ispaniyaga kirdik. So'z navbat Ispaniyaga. Qizlar unaqa otini bilmayman, o'z vaqtini o'z tuxmi, shundan avvalinglar. Yo'qlarga tavsiya qilaman. Shamolda, uyda shamol bo'lsa hech qayerda ocholmaymiz-ku. Yo'q bo'lasizlar, mas muzdek qilib turadi, havoni aylantirib turadi havosini. Men juda yoqdi shu. O'tgan yili yozda bolam shuningdek shu bilan yozda rosa asqatdi. Ovqatini tayyorlab, qorni och qolib ketibdi bechora bolam, turdi, dod deb unga ovqatini tayyorlab berdim. Yana qolgan ishlarni davom ettirdik. Bizni hammom olib qoladi qizlar, hammomda qolib ketamiz. Shunaqa qizlar, mayli endi bir gap bo'lar. Instagram prosmotrim tushib ketdi. Ko'tarilib ham qolar. Xudo xolasa zo'r bloger ham bo'lib ketarman. O'zi ham, lekin meni qizlar hech kim ish qilmaydi ekan. Men qizlar uyda tinmayman. Qo'shnilarim biladi meni, tinmasligimni. Tinmayman, rost qilaman, tinmayman. Ish topib qilaveraman. Uni qilaman, buni qilaman. Shunaqa. Ayam bir xil mahal bo'g'ilib qolasanmi, sani 2 xonali uyingda ish tugaydimi, tugamaydimi deydi. Ha, tugaydi hozir deyman. Qizlar, bitta meni podpischikim yozibdi, opajon sizga qarasam, keyin bo'lgan qiziqishim uyg'onadi. Energiya olaman, sizdan maslahat so'rasam deb menga dardlarini yozibdi. Meni eshitib turgan bo'lsangiz asalom. Meni ham dardim bor, o'zimga yarasha. Lekin hazm qilishga harakat qilaman. Birortasiga aytkim keladi. 2 ta farzandlari bor ekan, o'g'illari. Eri suymayman sani deb ajrashyapti ekan. Boshqasini yaxshi ko'rib bo'pti, uylanar ekan. Uylariga ketibdi. Ularda hozir yashayapti, lekin ota-onasi ijaraga chiq, kelinni oldida bizga noqulay bo'lyapti deyapti ekan. Kelin ham bolalarga qattiq gapirishni boshlabdi, o'zi xafa bo'lib yozib. Masalan, endi kelinlarni ham tushunish kerak-da. Biz ham mana bizga ham kelin keladi. Siz ham mana sizni ham kelinlaringiz bor. Siz agar o'zingizni ham kelinni o'rniga qo'yib ko'ring, to'g'rimi? O'sha uyga kelin keldimi, bo'ldi. O'sha uy baribir siz bizning yoshligimiz o'tgan bo'lsa ham o'sha uy endi kelindiki. Kelin o'sha yerda bolali bo'ladi, bolalarini katta qiladi, o'sha yerda uylaydi, joylaydi. Iloji yo'q, bu hayot qonunida. Salam, harakat qiling, o'zingizga harakat. Erkaklar uchun tug'maymiz, bolalar jonka. Meni fikrim shu. Men masalan shu bolamni uchun tug'magan, o'zim uchun tuqqanman. Erkak kishiga farqi yo'q, ketadi. 10 ta tug'ib bersangiz ham ketadi, ketmaydigan erkak. Ketmaydigan erkak nasab bo'lsangiz ham ketmaydi, salam. Shunga qarab ish qiling deb yozibdi, salam. Xafa bo'lmang, harakat qiling, kelinni ham o'rniga o'zingizni qo'yib ko'ring. Iloji yo'q. Donkalar sog' bo'linglar, mana meni bir kunim bilan bo'lishim keldi. Salomat bo'linglar, podpiska, like, eslaringdan chiqmasin.